Suhbatdoshimizning libosi ham o'zgacha kreativ usulda bo'lganligi uchun albatta milliylik doim dunyoni zabt etadi. Bugun moda sanoati dunyoning eng yirik kreativ iqtisodiyot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Endi libos nafaqat uslub, balki milliy madaniyat va mamlakat imijini dunyoga tanituvchi vosita sifatida qaralmoqda. Shu bois ham dunyoning ko'plab mamlakatlarida yosh dizaynerlarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda ham atlas, adras, ipak, milliy kashtachilik zamonaviy moda bilan birlashib yangi brendlar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ana shunday iste'dodlarni kashf etayotgan loyihalardan biri Milliy Fashion Show. Bu yil unda mamlakatimizning barcha hududlaridan qariyb 100 nafar dizayner 800 ga yaqin kolleksiya bilan ishtirok etdi. O'zbekiston modasining kelajagini shakllantirayotgan yoshlar haqidagi lavhamizni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Yurtimizda o'tkaziladigan Milliy Fashion Show tadbiri haqida eshitganmisiz? Mazkur loyiha yosh dizaynerlarning iste'dodi va ijodiy qarashlarini namoyon etuvchi muhim maydon hisoblanadi. Bugun biz sizni ana shu moda va san'at uyg'unlashgan muhit bilan yaqindan tanishtiramiz. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda Yosh dizaynerlar kengashi hamkorligida ikkinchi bor tashkil etilayotgan Milliy Fashion Show yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, milliy modani rivojlantirish va yangi iste'dodlarni kashf etishga qaratilgan yirik loyiha hisoblanadi. Unda eksklyuziv milliy kolleksiyalar, atlas va ipak matolar jozibasi, nafis kashtachilik namunalari hamda milliy modaning zamonaviy talqinlari namoyish etilmoqda. Bu yilgi tanlovda mamlakatimizning barcha hududlaridan 100 ga yaqin dizayner 800 ga yaqin ijodiy ishlari bilan ishtirok etdi. Yosh kimning ijodiy ishi eng kreativ, kim milliylik va zamonaviylik uyg'unligini liboslarida muvaffaqiyatli aks ettira olgan. O'ziga ham qiziq bo'lsa kerak albatta. Keling, moda olamining eng yorqin iste'dodlarining ijodiy ishlari bilan yaqindan tanishamiz. Bu loyihaning asosiy maqsadi shundan iboratki, yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmat, ehtirom hamda mana shu milliy liboslarimizga bo'lgan targ'ibotni yanada kengaytirish, ya'ni o'z milliyligiga bo'lgan hurmatni yanada oshirish maqsadida amalga oshirmoqdamiz. 17 ta yosh dizayner tanlab olingan, ular 18-30 yosh orasida kolleksiyalarda ishtirok etgan milliy liboslar ham zamonaviylik, ham milliylik uyg'unlashgan holatda hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan hududlardan tanlab olingan. Yosh dizaynerlarning mualliflik ishlari podiumga o'zgacha ruh va rang-baranglik baxsh etmoqda. E'tiborlisi, ana shu ishtirokchilar safida 3 nafar yigitlarimiz ham bor. Liboslarim 3 qismdan iborat. Birinchi qismi Navoiy arxitekturasi, ya'ni Navoiy shahridagi mashhur bo'lgan Navoiy favorasidan ilhomlanganman. Bu Navoiy favorasi deb nomlanadi. Ikkinchi qismida Samarqanddagi mashhur Registon majmuasidan ilhomlanganman va bu Samarqand durdonasi deb nomlanadi. Uchinchi libosim esa So'm deb nomlanadi va ikkinchi hamda uchinchi liboslarimni uyg'unlashtirgan holda Sherdor madrasasidagi hammaga mashhur bo'lgan sher timsolidan ilhomlanganman. Har bir kolleksiya ortida alohida g'oya va hikoya mujassam. Ba'zi dizaynerlar milliy an'analarni zamonaviy uslub bilan uyg'unlashtirgan bo'lsa, boshqalari qadimiy naqsh va ramzlar orqali yangi moda yo'nalishlarini yaratishga intilgan. Ayniqsa, liboslarda mualliflarning yashash muhiti, urf-odatlari va madaniy qarashlari aks etgani ularning o'ziga xosligini ko'rsatadi. Ushbu liboslarga birinchi marotaba qaraganimda qandaydir bir tarixiy jarayonlarni, tarixiy voqealarni eslatganday bo'ldi. Uning yaratuvchisidan, dizaynerdan so'ramoqchimanki, bu liboslar aynan qaysi hududga tegishli? Ushbu liboslar haqiqatan ham Movorunnahr hamda Alpomishlar davriga mansub bo'lgan liboslar, Tomariz davriga mansub bo'lgan liboslardan ilhomlangan holatda ushbu liboslarni yaratdi. Ko'rib turganingizdek, har bir namoyish etilayotgan liboslar o'ziga xos g'oya va yondashuvga ega, biroq har qanday ijod namunasi kabi ularga eng to'g'ri bahoni tomoshabin beradi. Albatta, biz ham kuzatuvchilardan biriga mikrofon tutamiz, ularning fikri bilan qiziqamiz. 2 yildan buyon O'zbekistonda respublika bo'ylab yosh kreativ tashabbuskor dizaynerlar orasida bo'lib o'tayotgan
mana shu tanlovda mehmon sifatida ishtirok etyapman. Albatta bu jarayonlarda juda katta progressiyani ko'rishimiz mumkin. Eng asosiysi mana shu dizaynerlarning yoshini yanada yosharishi. Bugungi Bevos 2026-yilda bo'lib o'tgan tanlovda maktab o'quvchilarini ham aynan dizayner sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kunda mamlakatimizda aynan yoshlarni kreativ iqtisodiyotga yo'naltirish, xususan aynan yosh tashabbuskor kreativ g'oyalarga ega bo'lgan fashion sohasida, ya'ni modellik sohasidagi bo'lgan yoshlarni ham qo'llab-quvvatlashni, rivojlanayotganini ko'rsatib berish mumkin. Milliy Fashion Show nafaqat yangi iste'dodlarni kashf etish, balki milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib etishga xizmat qilayotgan loyiha. U yosh dizaynerlarning izlanishlari, mehnati va ijodiy qarashlarini yuzaga chiqarayotgani bilan ham alohida ahamiyat kasb etmoqda.